Mana o'rtoqlar, bu o'zim mana shu pulim ko'pligi uchun bitta villani oldim. Administratorga aytdim, hech kimni qo'ymanglar dedim. Vez xonalarini pulini to'ladim. Maza qilib bir o'zim turibman katta villada. Yo'q, yarashmadi. Men o'zim xonamga faqatgina $30 to'ladim xolos. Shunchaki sezon emas payti, o'shancha mijozlari yo'q. Mijoz kelsa bu birimga olaveradi. Unaqa hammasini oladigan darajada boyvachcha emasmiz. Shunaqangi chiroyli qushlar ovozi eshitilyapti. Xullas, butun boshli villada bir o'zimman. Bu esa tabiat. Mana tepada qo'shiq ovozi eshitilib turgan joyda men nima qilyapman? Yashayapman. Havo iliq. Men hammasidan mana shu o'simlikka qoyil qoldim, lekin mana bitta tomiri mana yerda chiqib ketgan, yoyilib ketgan. Mana shunday tekis devorga ham o'zidan o'zi mana tikonmasmi? O'zidan o'zi yopishib o'sar ekan, mana qaranglar. Qattiq yopishib olgan devorga. Mana. Yulodik izi qolib ketdi, ko'rdinglarmi? Devorga o'zi avtomatik ravishda shunda yopishib turib, o'sib ketaverar ekan. Zo'r o'simlik ekan. Yashillik bag'ishlab turadi-da, devorlar ham yo'g'ini qoplab yuborsa, mana bu tomonlardan, mana tomonni umuman qoplab yuboribdi 100%. Xuddi devor gulga o'xshab turadi-da. Xo'sh, endi ertalabki nonushtani qilamiz. Mana shu yerda o'tirib ovqatlanamiz. Xo'sh, nima ekan bu? Sabzavotlar, omlet va kartoshka fri. Nonsizlikka ham o'rganib qoldim. Eslaringizda bo'lsa, birinchalik Mongoliyada sayohat qilib yurgan paytimda nima topolmadim, non topolmadim. Keyin ana bu Indoneziya, Malayziya tomonlarida ham sayohat qilib yurganimda non bilan rosa muammolar bo'lgandi. O'sha payt ko'nikishni boshlaganman. Hozir mana bemalol ko'nikib bo'lganman. Stolim ustida hech qanaqangi non yo'q. Nonsiz yashashga ko'nikib bo'ldim.